Bunda lenta degan market. Mana shu tomondan ketamiz. Nasib 10 minut yurib tursa mehmonxonamiz, ya'ni yotoqxonamizga boraman. Yo'l hamma joy salqin, daraxt. Ya hozirdan shunday salqin, bilmayman qishda qanaqa bo'ladi. Ayda qurilishlar ketyapti. Mahalla qurilyaptimi? Xo'sh. Hozir joyga, o'rmonga boraman. O'rmonda videosini olaman. Ana yo'lakda. Endi o'rmonda bilan ketamiz. Ana o'rmon, daraxtzor. Ana bu yoqon o'rmon. O'rmondachi salqingina yo'lakcha qilingan xohlar. Asosiy yo'llar bordyur. Bu yog'i yog'och yo'lakcha. Lekin yozga kerakli joy ekan, salqingina bu yerda mayapka qilib ketibdi. Kimdir mayapka qilib ketibdi. Xo'sh. Ana bu yoq ham o'rmon, mana bu tomondan ketsa ham bo'ladi. Bu yerdan ham. Lekin mana bu asosiy bizlarga boradigan yo'lakcha. Mana bu yerdan chiqsa shahar ichida. Tak. O'rmonning ichidagi o'zi yurar zina. Zamburug' bor ekan, zamburug'. O'zi qorin deydimi? Katta palakmi, o'zi ham kadam ekan. Narada mayapka bo'ldi, mayapka. Hamma joy shisha. Pivaniki, araqniki. Ana. Mana bu yo'l tugagan joy, magistral yo'l. Nasib mana bu joy buziladi. Bu yer buzilganda mana katta yo'lakka ulanadi. Keyin bu yerdan katta yo'l tushadi. Mana bu o'rmon buzilib ketadi. Mana magistral yo'l. Shunday shuga tugagan. Shuni buzib o'tadi. Mana bu o'rmon salqingina shabada. Hozir stajyer bo'lganimiz uchun 2 kun 4 soat, 4 soat ishlab ketasizlar degan. Keyin ofitsialniy 12 soatlik ishga o'tamiz. Musorlar. Bu yoqdan ketdik. Mana shu yerdan ketdik. Bir mevali darag'im chiqmaydi. Keyin mana bu yerdan tushib shu yerda. Yo'q, keyin bu yoqqa burilamizmi? Mana bu yerdan kelyotdik. Mana bu yerda balata bordi, balchiq bordi. Tekislab tashlabdik mana. Mana bu yerdan ketaydik. Esimda qolibdi. Shuna yo'lda oxirigacha boraman. Ana bu yo'ldan keldik. Bu internet bo'lsa kerak adashmasam. Ha, da aloqa svязь nimasida? Betolam vывоз demontaj. Ana hostelga keldik nihoyat.